Xayr-u saxovat. Ehtiyojmand oilalarga yordam qo'lini cho'zish azaldan xalqimizning saxovatpesha insonlari tomonidan amalga oshirilib kelayapti. Ramazon oyi hadyalar ulashish va kam ta'minlangan nogironligi bor fuqarolar holidan xabar olish uchun barakali oy hisoblanadi. Shu munosabat bilan kuni kecha O'zbekiston ko'zi ojizlari jamiyati To'rtko'l tumani bo'linmasi raisi Umurbek Latipov hamda instruktor Nigara Xalbayevalar bilan birgalikda nogironligi bo'lgan fuqarolar holidan xabar olindi. Ularga saxovatpesha inson tomonidan taqdim qilingan 5 million so'm pul mablag'i tarqatildi. Jamiyatga jami 7 nafar fuqaro tashrif buyurdi. Ularga shu yerning o'zida 500 ming so'mdan har bir fuqaroga taqdim qilindi. 3 nafar fuqaroning esa uy sharoiti o'rganildi hamda ularga 500 ming so'm pul mablag'i taqdim etildi. Barcha fuqarolar saxovatpesha insonlarga judayam ko'p rahmatlar aytib, ularning haqlariga duo qilishdi. Albatta, barchamiz qo'limizdan kelgancha insonlarga yordam bermog'imiz lozim. Zero bu hayotda faqatgina qilgan yaxshi amallarimizgina qolajakdir. O'shan qo'lingizga. Sizlarni Xudo sigo. Amin. Aytganingizga. İçinde 500 so'm pul var, 500 ming so'm. Rahmat. Endi bir duo qilasiz bizlarga. Xudo xolasa. Ro'zamiz deylik, Amal ro'zamiz. Xudoyim sog' bo'lsin. Sadaqalar qabul. Amin. Amin.